Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimiz, ya'ni Meniyada. Quyosh parlab turgan, ko'k osmonliq shunday chiroyli bir kun bo'lib atadi. Shunga fursatni g'animat bilib, sirtqa chiqib bir asar o'qib beray dedim. Bugun qo'limda Aziz Atavullah Sartekinning Madaniyat dalasiga safar nomli bu katta kitobi. Mazkur kitap 480 betdan aşıdı. Şundaqlar nəhayət mühim. Undaq buluşida mərhum alimimizning tədqiqat temalarına qiziqadigan kişiler üçün Aziz Atavullah Sartekin bu kitapni tüzüb çıqqan. Bu əsrimni mutafakkur adib, məşhur alim Abdüşkür Muhammed Emin tug'ilganligining 70 yillik xotirasiga beg'ishlayman deb yozgan. Aziz Atavullah Sartekin mərhum alimimizninki tədqiqat temalarini birdən bo'laklarga ayirib bizga har holda bir umumiy tushunchaga erishishimiz uchun sharoit hazırlab bergan. Bugun sizlarga o'qib berdiğim mazkur kitobdagi muqaddima bilan xotima qismi. Bu ikki bo'limni sizlarga o'qib berish orqali mazkur kitobningki muhimligi haqida dastlabki qadamda bir tushuncha hosil bo'lsa ajab emas deb qarayman. Xo'sh, boshlaylik. Muqaddima. Hurmatli kitobxon. Her bir zaman kezgen jarayonning o'z tarixi bo'lganidek, her bir inson turkumining hayot sarguzashtlardan jug'langan milliyatlik tarixiy bo'ladiganligi hech qanday sir emas. Kishi uchun uning kechirmishlari qandaq ma'rifat va madaniyat qimmatiga ega bo'lsa, her bir millat uchunmi uning o'z milliy madaniyati va milliy ruhiyat an'anasini bo'ylab kezgan uzoq musofirlik tarixiy shundoq yetildirgich ahamiyatga ega. Kishi hayotida ba'zi kechirmishlar unutiladi. Bu ma'nodan aytganda umr jarayonlari va ruhiyat chambarlariga tamg'a solgan xotirlar unutilg'isiz kechirmishlardan iborat. İnsanның bu dunyoga kelishdan maqsadi faqat yeb ichish, o'yin tomosha qilish, avlod qoldirishla bo'lmasdan, balki yuqoriqilarni shart qilib turib, ajdodlar barpo qilgan go'zal turmushni texmi mukammallashtirish. Ular yaratgan madaniyat san'atlarni keyingilarga o'tkazib berish va takomillashtirish. O'zining dunyodagi haqiqiy insonlik burchini ado qilib, insonlarcha hayot kechirish. Kelgusi avlodlar tilga olgudek iz nishon qoldirish qatorliqlardan iborat. Ammo barliq insonlarning ig'ir yuklarini o'z yelkisida ko'tarayotgan ushbu zaminda ana shundoq maqsad bilan nafas elayotganlar aksicha yo'l tutganlarning yerim nisbatini egilamaydi. Biroq hech qanday amaliy qimmat yaratmay turib, uzun umr ko'rishni o'ylaydiganlar sonining ko'pligidan mangdamda bir uchrab turadi. Ular nima uchundir hayotning haqiqiy ma'nosini tushunib yetmaydi va yoki tushunishni xohlamaydi. Jean-Jacques Rousseau to'g'ri aytadi. Yashash nafas elishdan iborat emas, balki harakat qilish demakdir. Uzoq umr ko'rgan kishiga nisbatan hayotni ko'proq his qilgan kishilar uzoq yashagan hisoblanadi. Bizda ilm hikmatni qadrlaydigan, ilmiy haqiqatlarni qezishni, tarqitishni muqaddas burch biladiganlar umumiy xalqimizning oz nisbatini egallasimi, ammo o'zini ilmga beg'ishlagan olim tadqiqotchilarimizning millatimizni o'ziga va dunyoga tonishtirayotgan adib mutafakkurlarimizning ijodiy amgaklari yanala kishini xo'shallantiradi. Ayni davrlarda Komiraji va Atsang, Farabi,
Ibn Sina, Yusuf Has Hacib, Mahmud Qashqari, Lutfi, Navoiy kabi büyük zatlar maydonga kelib, xalqimizning ilmga, chanqoq qalbiga malham bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ularning izini bosgan adib olimlarimiz cho'nqur ijtihod bilan ijodiyat ilib berish orqali ajdodlarimiz yaratgan necha ming yillik madaniyat, san'at tarixini qalamga ilib o'lmaslik holatiga keltirdi. Bu jihatda olim Abdushukur Muhammad Eminning tuhfasi alohida gavdalik bo'ldi. Biroq ko'plagan kishilarimiz uning ijodiy amgaklaridan to'liq xabardor bo'lmag'achqa, uning ajri tuhfalariga bergan bahosi toza yetarlik bo'lmadi. U bir qism ijodiyatchilarimizdek o'zini ko'z-ko'z qilish, qilgan ozgina amgakidan maqtinib kerilib yurish, o'ziga tamanna qo'yishdek xohishlardan mustasno bo'lib, minut sekund vaqtini intayin aziz bilib, ijodiyat ustidan bosh ko'tarmagan bo'lg'achqa, cheklik hayotida o'z xalqi uchun ajoyib mo'l tadqiqot va ijodiyat miroslarini qoldirib ketdi. Uning bizlarga miros sifatida qoldirgan ko'p xil mazmundagi asarlarni xalqimizga yuzaki bo'lsa-mu tonishtirib, ilmiy qiymatini muayyanlashtirish bilan birga uning hayoti va ko'p qirliq ijodiyat alohidligini namoyon qilish uchun maxsus asar yozish intayin zarur. Chunki har qanday bir olimning hayotiga to'g'ri baho berib, qadriga yetmay turib, uning ijodiyatining qimmati bilan o'zining qismati haqida adil bahoni o'tirg'a qo'ya olmaymiz. Helimi aniq esimda. Qashqar pedagogika institutida o'qiyotgan chig'im edi. Biz adabiyot kasbiga qabul qilingan bo'lsaqmi, tunji yil bo'lg'achqa Xanzu tili yoziqini o'rganib o'tatdik. Kasbga rasmiy tushmagan edi. Shundaqdimi, bo'sh vaqtlarimizni har xil gazet jurnallarni o'qish bilan o'tkazatdik. Aprelning o'ttirlari edi. Bir kuni tushda menga akademiyatlik bir havaskor do'stim İşçiler Vaqt gezitining 1995 yili 4-oyning 1-kundagi soniga besilgan Uyg'urlarda ijodiyatning qimmati va ijodkorning qismati masalasi, u kelmaski ketdi nomli 2 parcha asarni o'qib biqing deb berdi. Men shu hamon o asarlarni o'qidim. Qalbim hozirgacha bo'lib baxmagan bir hayajonli kayfiyatga to'ldi. Men o'zimga qattiq o'kindim. Acaba mushu kamgacha Abdushukur Muhammad Emindek ashundoq bir zamondosh zo'r olimimiz haqida hech qancha tushunchaga ega bo'la olmabdimi? Bu ikki maqola meni cho'nqur xiyolga patirdi. Men hayajondan titrab turgan qo'llarim bilan bu 2 parcha asarni xotiramga o'z beti ko'chirib oldim. Aradan bir qancha kun o'tgandan keyin xotiramga ko'chirib olgan mazkur asarni qayta o'qib chiqdim. Bu asarlar olim Abdushukur Muhammad Eminning vafoti munosabati bilan yozilgan bo'lib, men asardagi u shoirlarimiz ichida tunji bo'lib bizga maxsus ruboiylar to'plamini taqdim qilsa, biz hasad qilib razillik bilan yaxshi ruboiydan bir odam umrida faqat bir nechini yoza oladi deb fatvo chiqarib kam sundirdik. Meyadi bir hara kelib qo'ndi. Uchib ketgina men xotirjam ma asarni o'qib etay. Ha? Keta. Bu kitobni sen yaxshi ko'rdingmi? Ha? Ish uchib ketadigandak emas-ku bu. Keta menga. Oy. Asta ketgina. Keta men. Ha? Xapoma.
pala kiyvasan bo'pti, qo'lim sal mustaqil. Aeroplan ötüp geçsin. Anlaştıray. U şairlerimiz içide tüncü bulup bizge məxsus rubaylar toplamını təqdim qılsa, biz həsət qılıb rəzillik bilen yaxşı rubaydan bir adam ömrüde faqat bir neçini yaza alaydı deb fatva chiqarib kam sundurdu. Qatlam nazariyesini o'tirg'a qo'ysa, ilmiy radiya beralmasin, bu nazariyani chet elliklar burilib o'tirg'a qo'ygan deb gap tarqatdi. Tarix, falsafa, estetika, tadqiqoti va she'r, nasr ijodiyati bilan shug'ullanib, tom kitoblarni yozib bersa, xo'shal bo'lishning o'rniga bu odam hamma sohaga eslab olmay birlashishni qilsa bo'ladi deb ahmoqlarcha aql ko'rsatdi. Jamiyatda biror yomon gap tarqalsa, darhol uni shu ishning egasi qildik. U yozgan ilmiy asarlarni necha o'nimiz birlashibmi yozolmaydiganligimizni bilib turib, yana uni so'kdik. Shuni bilishimiz kerakki, Izroil uning qo'lini tutib avtobusga elib chiqquncha biz bor kuchimiz bilan uni avtobusga ittardik. Dastigan yerini cho'q qilib, yegan ishini zahar qilib, ko'rgan kunini harom qilib, tug'ilganga to'yg'izib, u dunyoga uzatdik. Bir nozir o'lib ketsa, o'rniga men bo'lay deb maydasiga mushtlab chiqadigan odamdan ko'rmanglab chiqadi. Qani Abdushukur Muhammad Eminning o'rniga olimliqqa men tayyor deb o'tirg'a chiqadigan azamat bormi? Shunda qilib u 20-asrning keyingi yerimida yetishib chiqqan Uyg'ur olimlari ichidagi olimlarning olimi edi. Agar Abdushukur Muhammad Emin rus, german, ingliz, qozoq, xanzu, yapon bo'lgan bo'lsa, biz ko'rsatgan kunning aksini ko'rgan, qaltis qadrlangan bo'ladi. Bu odamning eni hozirgi Uyg'urlardan 50 yil olg'a ketgan. degan jumlalarni o'qib etib, ixtiyorsiz uning hayotiga qiziqib qoldim va bir qancha parcha asarni o'qidim. Natijada birdilla uningga berilgan yuqorqi baholarning bekor emasligini his qilib, kuchimning yetishicha matbuotlarda e'lon qilingan asarlarni to'plab o'qib chiqdim. Ashpashligicha aradan 3 yilga yaqin vaqt o'tib ketdi. 1998-yil 3-oyning o'rtalarida maktabimizning kutubxonasiga kirib, Osiyo kindiki gazetini qo'limga oldim va varaqlashga boshladim. To'satdan o'qituvchimiz Kerimjon Abdurahim yozgan Adabiyot gulzoridagi to'zimas chechaklar marhum Abdushukur Muhammad Eminning ilmiy va ijodiy faoliyati sarlavhalik maqolaga ko'zim tushdi. Maqola mundaq boshlangan edi. Mubada zamonimizdagi madaniyat tadqiqoti jihatdagi tadbirkorlarni tilga ilishga to'g'ri kelsa, kishilar marhum Abdushukur Muhammad Eminni qoyillik bilan tilga oladi. Men bo'la bo'lmas tarzda ta'riflab boshlangan bu jumlani o'qib, ajablanib o'zimga savol qo'ydim. Acaba Abdushukur Muhammad Emin madaniyat tadqiqoti jihatdagi tadbirkorlarning eng avangard emasmi? Farabiydak jahon shumul olimimizning ma'naviy haykalini qalbimizda mukammal obrazi bilan tiklagan kishi Abdushukur Muhammad Emin emasmi? Uyg'ur muqam tadqiqotini sistemaga kirgizgan va yuksak saviyaga yetkazgan kishi Abdushukur Muhammad Emin emasmi? Uyg'ur falsafa ideya tarixini birinchi bo'lib mukammal yo'ritib bergan kishi Abdushukur Muhammad Emin emasmi? Diyorimizdagi
toshkemirlarimizning madaniyat tavalikini mukammal ilmiy asoslar bilan da'vo qilgan va uning olamshumul badiiy qimmatini bizga tanitgan kishi Abdushukur Muhammad Emin emasmi? Uyg'ur ruboiychiligida eng yuksak palla yaratgan kishi Abdushukur Muhammad Emin emasmi? Milliy ro'yitimizdagi qoshshoqlik, zaiflik, tushkunlik va sotqinlik haqida izchil tarzda azob bilan mutafakkirona tanqidiy mulohiza yurgizib, bizni cho'nqur o'ylarga solgan kishi Abdushukur Muhammad Emin emasmi? Shuningdan keyin bir qancha qitim bu haqda o'ylanib baqdim. Selishtirdim. İzdinish temasining ko'p xilligi, temini yo'rtishdagi cho'nqurligi, ilmiy qarashlarning mustaqilligi va yozgan asarining jiqligi bilan u haqiqatan mazkur sohadagilarning eng oldingi qatoridan o'rin elishi muqarrar edi. Bu masalani bir eg'iz gap bilan hal qilish asla mumkin emas. Buning uchun ko'p izlanishga, qoyil qilarlik faktlarni o'tirg'a qo'yishga to'g'ri keladi. Shuning bilan men olim Abdushukur Muhammad Eminning barliq ilmiy va adabiy asarlari ustida qisqacha tadqiqot elib berib, maxsus bir ilmiy asar yozish qaroriga keldim. Va bu qarshimni maktabimizdagi ustozlarimdan aspirant Nurulla Müimin Yulg'un va professor Ablimit Ismoillarga aytdim. Natijada ular meni qo'llab madad berdi. Shunda qilib Abdushukur Muhammad Emin tadqiqoti Madaniyat dalosiga safar nomli bu kitobga mustahkam pul selindi. Olim Abdushukur Muhammad Eminning ijodiyati hamma sohalarga chetiladigan bo'lg'ashqa, ashu sohalar haqida ma'lum bilimga ega bo'lmay turib, olimning ijodiyati ustida to'xtalish asla mumkin emas edi. Shu sababli men bu jihatda xeyli izdandim. Ammo buni mohiyati bilan sharhlab chiqish ishning dengizdan tomchisi deb qarayman. Bu kitobni yozish jarayonida Ablimit Ismoil, Tursun Niyaz, Yalqin Rozi, Tursun Abdulla Bagyor, Nur Muhammad Ushqun qatorliqlarning hamda olimning ayoli Rana Maqsudning har jihatdan yordamiga muyassar bo'ldim. Shu munosabat bilan men ularga chin ko'nglimdan tashakkur aytaman. Kitobni yozib bo'lib nashr qildirishdan beşim qetib Yalqin Roziga maslahat soldim. Yalqin Rozi 2003-yili olim Abdushukur Muhammad Eminning tug'ilganligiga 70 yil bo'ladi. Ana shu xotira yil munosabati bilan nashr qildirib tarqitayli. Nashr qildirishga men ega bo'lay deb va'da berdi. Qo'lingizdagi bu kitob ana shundaq jarayondan keyin ro'yobga chiqdi. Shu munosabat bilan bu kitobimning nashrdan chiqishiga yordam qilgan Yalqin Roziga alohida rahmat aytaman. Muallifdan 2002-yili 9-oy Qaraqash. Bu kitobga yana nurg'un suratlar kirgizilgan, demak, Abdur Naif'di ko'p taraflama izlangan. Faqat buning mundarijasini sizlarga biroz bir qisqacha tushuntirib o'tsam, birinchi bob Abdushukur Muhammad Eminning hayoti va ijodiy faoliyati. Ikkinchi bob Uyg'ur klassik adabiyoti tadqiqoti. Uchinchi bob Farabishunoslik tadqiqoti. To'rtinchi bob estetika tadqiqoti. Beshinchi bob Uyg'ur ruhiyati tadqiqoti. 6-bob Uyg'ur muqomlari tadqiqoti. 8-bob G'arbiy yurt Toshkemir san'ati tadqiqoti. 9-bob Uyg'ur tibobatchilik tarixiy tadqiqoti. 10-bob Uyg'ur madaniyat tarixi tadqiqoti.
11 bab Yipak yo'li tadqiqoti. 12 bab she'r ijodiyati. 13 bab nasr ijodiyati. 14 bab qadimki Markaziy Osiyo tadqiqoti. 15 bab kino ssenariysi ijodiyati. Mana bu mundarijaga kirgizilgan bablarningki ismlari. Xo'sh, endi xotima qismini o'qiylik. Xotima. Shunda qilib, olim Abdushukur Muhammad Emin asarlari haqida elib berilgan tadqiqot mushu yerda oxirlashdi. Buningdan shunda xulosiga kelishga bo'ladiki, mubodo zamonimizdagi madaniyat tadqiqoti jihatdagi to'kpikorlarni tilga ilishga to'g'ri kelsa, kishilar marhum Abdushukur Muhammad Eminni qoyillik bilan tilga oladi deb aytishga bo'lmaydi. Balki marhum Abdushukur Muhammad Eminni tunji bo'lib qoyillik bilan tilga oladi deb aytishga bo'ladi. Olimni hargizmi odatdagi maqola asar yozdiganlar bilan bir o'ringa qo'yishga bo'lmaydi. Hurmatli o'qirman, bu kitobni yozishni 1998-yilining oxiri boshlagan edim. Aradan 4 yil o'tib, hala bugunga kelganda yo'riqqa chiqdi. Bu jarayonda men olimning barliq asarlarini necharat o'qib chiqdim. Mulohaza qildim. Xuddi olim har bir asarni yozish uchun shu haqda maxsus izlangandek, menmu olimning har bir asariga baho yozganda shu xil asarlar haqida ko'p izlandim. Lekin sizga ma'lum bo'lgandek, bu ilmni birdamdala o'rganib bo'lg'ili bo'lmaydi. Ham olimning saviyasiga yondashib tadqiqot yurgizishmi mumkin emas. Chunki bizda aqliy qobiliyat jihatda olimni besib tushgidek odam chiqqani yo'q. Shundaqdimi, men kuchimning yetishicha tirishib bu kitobni yozib bitirdim. Yozganlarim garchi olimning ilmiy va adabiy ijodiyat hayotini to'liq yo'ritib bera olmasmi, lekin muayyan ilmiy qimmati bor deb o'ylayman. Shunda xulosiga kelishga bo'ladiki, olim Abdushukur Muhammad Emin mayli 20 yillik rejim vaqtida bo'lsin va mayli ikkinchi qitim haqiqiy insoniy g'ururiy erkinlikka erishgandan tortib vafot bo'lguncha o'tgan vaqtida bo'lsin, hamon Uyg'ur ruhiyatini, madaniyatini tadqiq qildi. Xilma-xil tuhmat yalolarga qilchi pisand qilmadi. Yazgan her bir parça əsərdə ən xaslıqni gavlandirdi. Yezish uchun yozmadi. Sanni emas, sübətni. Asanni emas, qiyinni. Başqalar yazganni emas, yozmag'inini yezishni o'z ijodiyatining muhim tarkibiy qismi qildi. Mubodo qo'lidan hech nima kelmaydigan odatdagi kishilarga bergan uzun umrdan yana 10 yil olimning hayotiga qo'shilish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, olim bir butun Uyg'ur ruhiyatiga taalluq bilimlarning hammasi ustida to'liq tadqiqot elib berish orzusini amalga oshirgan bo'ladi. Hurmatli o'qirman, shu topda siz olimning yuqorqidek qimmatlik asarlarni zodi qandoq vaqtda yozib bo'lganligini o'ylayotgansiz. Tövəndə mən olimning yazıqçılıq odatini qisqacha so'zlab beray. Bu bayon qilganlarim marhum olim Abdushukur Muhammad Eminning ayoli Ra'no Maqsud hadi bilan o'tkazgan suhbat orasida so'rab bilib olganlarimdan iborat. Olim har qanday asar o'qisa, munosabatlik bayonlarni kartushkaga turg'izib chiqadi. O'qigan barliq asarlardagi tarixga oid yangi mazmunlar bir kartushka to'plamidan, madaniyatga oid bayonlar bir kartushka to'plamidan, san'atga oid bayonlar yana bir kartushka to'plamidan chiqadi. Yezib etib va o'qib etib, xiyoldan kashgan yangi temalarni darhol xotirlab, tuzib olib, unimi yezish kun tartibiga kirgizadi. Kitap yozganda
Hergizmi bir kitapni yezib bo'lib, yana bir kitapni tutish qilmaydi. Balki bir qancha kitapni tang yezishga boshlaydi. Muqam haqida yezib etib, charchab qolsa, falsafa haqida yozadi. Falsafa haqida yezib etib, charchab qolsa, Toshkemir san'ati haqida yozadi. Har kunligi yozilgan asri kitob, maqola, nasr, she'rdan iborat bo'ladi. Ma'lum bir tema ustida tadqiqot ilib berib etib, charchab qolsa, yana bir temaga yo'tkab yezish olim uchun eng yaxshi aram elish. U xuddi bog'chaga kirib, bir yerni tomosha qilib zeriksa, boshqa bir joyga borganda qaytadan jonlanib, tetiklashib ketgandakla ish xolos. Qisqasi, olimning dam elish usuli yuqorqidek bo'lib, temalar ara tafakkurini o'zgartish, nervisini tinchlantirishning o'zgacha usuli. Olim ana shundoq jafoliq ishlagashga nurg'unlagan yangi asarlarni miros qoldirgan bo'lsa-mu, lekin yana nurg'unlagan kitob, maqola qatorliq to'liq bitmagan va yoki tezis tuzib yezishga tutish qila olmagan, bizlarning uningdan foydalanib, olimning orzusini amalga oshirishimizni kutib turgan asarlari o'z julosini ko'rsatishga oldirmoqda. Xayriyat. Olimning orzulari to'liq amalga oshqisi. Oxirda men bu kitobning yezilib bitkicha bo'lgan orliqda meni har jihatdan qo'llab, quvvatlagan mehribon dadam Atavulla Maqsudga, suyimlik onam Soibxonga farzandlik burchim bilan ko'pdan ko'p rahmat aytaman va ularga uzun umr tilayman. Shundaqla kitobning sifatlik nashr qilinishiga kuch sarf qilgan, olimning asarlarini xalq bilan ko'p uchrashtirib, xalqning bu jihatga ehtiyojini qondirgan xolis niyatlik o'g'lan adabiy tanqidchi Yalqin Roziga va o'zining borlig'ini Uyg'ur madaniyat tarixi tadqiqotiga beg'ishlagan keng tadqiqotchilarga oliy salom yo'llash bilan birga ularning teniga salomatlik, ijodiyatiga qutlug' tilayman. Xayr, ulug' maqsadlar uchun besilgan har bir qadamimiz qutlug' bo'lgay. Xo'sh, hurmatli qarindoshlar, bu abdur, ya'ni bu tadqiqotchi bu kitobning oxiriga Abdushukur Muhammad Imin asarlarining katalogi deb bir tema qo'yib, marhum olimimizningki yozgan bütün asarlarini tizimlab chiqqan. Buning ichida nashr qilingan kitoblar 20 parcha, olimning asarlari kirgizilgan kitoblar 31 parcha, olimning e'lon qilgan maqolalari 197 parcha, tarjima asarlari 6 parcha, nashr qilinmagan kitoblari 11 parcha, e'lon qilinmagan boshqa asarlari 8 parcha deb kirgizilgan. Bugun sizlarga bu kitobdan mushunchalik tanishtiray, hisobdan bu kitobni tanishtirish bo'ldi. Keyin bir fursat bo'lgan vaqtida belgilab qo'ygan bir necha mazmunlar va shunchalik esil. Endi nurg'un boblar ilmiy tadqiqot tarafi kerak ma'nodaganligi uchun men sizlarga asosan ommabopligi kuchliroq, ijtimoiyligi kuchliroq undaq asarlarni tanlab o'qib beraman. Ma'qul amsa, hurmatli qarindoshlar, yana bir qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'laylik. Xayr xo'sh. Aqllarımızla ketdi zadi. Peleki vasamutga.